Söz Ministerliği Haykan Vişi Katar'la 28 yürüyüşlük şirketini eksport tüzgünleşi idaresinin tizimlikiga kirgizgan. İkinci günü yani 10. ayının 8. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Kompartiyaning Şinjan amaldorlaridan bir turkum kishilarni qora tizimlikka kirgizganligini e'lon qilgan, lekin bularning soni ismligi e'lon qilinmagan edi. Jungo Kompartiyasi Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayonlik partikomining sekretari, Jungo Kompartiyasi Mustamlika Uyg'uristonning gubernatori, sekretari Chen Chuango qattiq qo'l kishi yoki sekretar bo'lib hisoblanadi. U Şinjanda tarbiyalash kursi ta'sis qildi. Yig'ilish, yana yig'ilish lageri ta'sis qildi. Uning kishilik huquqiga ziyonkashlik qilib, muqimlikni qo'g'dash keng ko'lamli diqqat qo'zdi. Uning kishilik huquqiga ziyonkashlik qilib, muqimlikni qo'g'dashlari keng ko'lamli diqqat qo'zg'adi va tanqidga uchradi. Amerikada siyosiy obzorchi Chimpokon onunğa mundaq baho berdi. O'zini ko'rsatishni va o'zini ifodalashni talashish partiya madaniyatining bir qismi. Anladınızmı vatandaş? Chimpokonim deydi, o'zini ko'rsatishni va o'zini ifodalashni talashish partiya madaniyatining bir qismi. Xi Jinpingning oldida o'zini ifodalash uchun Chen Chuango nayta to'liq va zo'rshoq bilan artistlik qilyotdi. Bütün kuchini ishqilab Şinjanda yuqori bosimli siyosat va tizginlashni mislsiz kuchaytirdi. Amerika embargo qilingan kompartiya amaldorlarining tizimligi orqa-orqadan e'lon qilinadi. 10. ayının 15. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining Havo palatasi Shangang kishilik huquq va demokratiya qonun loyihasi bir og'izdan ma'qulladi. Bu qonun loyihasida, ya'ni prezidentning Shangangda kishilik huquqqa xiloflik qilgan amaldorlarni har yili ismini atab embargo qilishi talab qilindi. Bu qonun loyihasi Kengash palatasida ma'qullangan aman Prezident Trumpning imzo qo'yishiga yo'llanadi. Xabarga asoslanganda Şinjan va Shangang masalasini Jungo Kompartiyasining kishilik huquq sohasidagi jinoyatlarga qarata, masalan, Falun-Gongchilarga ziyonkashlik qilishni navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari tekshirishga boshladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Bu tizimlik bu yil 8. ayning 9. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining ma'lum prezidenti Mike Pence Aqsaroyda Amerikada faoliyat qilayotgan kishilik huquq tashkiloti fuqarolar kuchining rahbari doktor Yang Jelli, Washington DC Falun-Gongchilar vakili Chinje Hu apandi, Jungo'ga yordam berish komitetining rahbari Boshchiu hamda qurultaychilarning muavini raisi Umar Qanotlar bilan ko'rishganda Boshchiu yuqoriga topshirgan 9 nafar kishining ismligini e'lon qildi. Bu ismlik o'xshash. Bular topshirgan ismlik bilan bugun Amerika Qo'shma Shtatlari e'lon qilgan ismlik o'xshash. Qo'shimcha yana bir xabar bevosita, hurmatli vatandosh. 10. ayning 20. kuni Shangang Jiolong rayonida zo'r ko'lamlik namoyish izbad. Mavzuli xabar 10. ayning 20. kuni Jungo'ga nazar torbetida e'lon qilindi. Shangang Xalq fronti 10. ayning 20. kuni Shangang Jiolong rayonida zo'r ko'lamlik namoyish tashkil etildi. Tovlaydigan shuari yovuz qonuni bekor qilish, mustaqil tekshirishni talab qilish, Shangang soqchi qo'shinlarini qaytadan tashkillash dan iborat shiorlar.